yangi zo'r xonadon chiqib qoldi, bitta like bosib qo'ying, lakat saqatda deng, Mirzo Ulug'bek rayoni shunday Sayram Village o'zida va Sayram Village'dagi yagona xonadon. O'zi Sayram Village tushunishingiz uchun Toshkent bo'yicha eng zodagon garadok, ya'ni mana shunaqa kottejniy garadok hisoblanadi. O'rta o'rtacha 2 sotiqliklar, 4 sotiq ham bor, lekin 6 sotiqlik bitta masjid ko'rasiz. Ovqatlanib, bu yoqda yana bitta hol. Bu ham o'zi bitta xona hisobida, mayli, xona emas deb hisoblagan taqdirda ham, qara umumiy 9 ta xona bor. Ana endi like bosmagan bo'lsangiz, o'zingiz bilmay bosib yuboradigan joy. Podolozga ham pulli xonalar. Bu yoqda prachniy, ya'ni kiyimlarni yuvib, quritib qo'yadigan bitta katta garderobnik. Mana garajga 2 ta mashina ketadi. Undan tashqari yon tomondan ham bu uyga kirsa bo'ladigan joy bor. Ma'lumot o'rnini aytaman, mana shu Sayram Village uylari. Bitta sotilayotganini ko'rdim. 3 sotiqli korobka holatdagi xonadonni 500 ming deyapti. Bitta dona sotilayotgan ko'rdim. Ha, buni remont qilib kirib olishingizga o'ldim deganda bir zif kusiz bo'yicha 200 ming yana ketib qoladi. Saunasi ham bor, ko'ryapsizmi? Basseynlarga kalla tashab, bunda darazadan chiqsangiz Sayram Village. Lokatsiya top, bunaqa xonadon eksklyuziv, ya'ni Mirzo Ulug'bekda, Sayram Village'da yana qaytaraman. O'zi ancha qimmat etdilar. Chunki bunaqa lokatsiya sotiladiganlar o'zi yo'q, yangi yashalmagan joyda 1 million 250 mingga ko'ndira oldik.